Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Hozir biz ajoyib bir narsaga guvoh bo'lyapmiz. Hozir qish sezoni kelyapti, hamma radiator tozalatadi. Oltiarg'il akalarimizdan shunday bir apparat bo'ldi. Turgan joyida radiatorimiz o'zini tozalar ekan. Buni sizlar bilan birga ko'ramiz. Qani? Ustoz, bu apparatimiz qanday ishlaydi endi? Bu mana shunday bo'lib. Shunday turgan joyida tozalaymiz. Hozir arqa pechkani tozalayapmiz. Apparatimiz ishlaydi mana. Bu Xitoy texnologiyalari bo'yicha ish olib borilyapti. Hozir boshlandi. Damazimiz arqa pechkasiga ulab qo'yilgan, videolar davomida qo'yib beramiz. Ulangan holatlari bor. Boshlandi mana. Turgan holatida tozalanyapti do'stlar. Radiatorimiz ham to'lgan holatida ekan. Alyuminiy radiatorlarimiz ham tozalasa bo'laveradi-da, shunda ustoz bu. Hamma mashinani tozalaymiz. Hamma mashinani, devolar, furalargacha hatto xizmat ko'rsatamiz. Manzilimizni ham tushuntirib o'tamiz orada mana. Arqa pechkamiz ulangan, hech qayerdan radiatorimiz yechilmagan holatida. Do'stlar, qaytadan yana ikkinchi bor tozalash boshlandi. Do'konalarimiz. Mustang avtoservisining joyida turibmiz. Battalak kattalarni tushuntirib o'tamiz. Hisobon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Pastga aloqaga chiqsalaring xotirjam tozalab beradi. Vaqtlaring o'zlaring bilan qoladi. Mana bu holatimiz mana. Bu orqa pechkadan chiqayotgan holat. Odatda orqa pechka uncha to'lmaydi, shuning uchun nima? Mana chiqqan holatlar. Chiqqan holatlarimiz mana. Bu datalardan qo'yib qo'yganmiz. Ustamiz raqamlari video davomida ham aytamiz. 90lik 634 47 70 raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar. Ustozimiz o'zi ko'ngildek qilib beradilar. Manzilimiz Oltiariqqa kelaverishda Pavorotdan o'tganda Malika do'konidan o'ng qo'lga tunuka sozlarni oldidan tushib kelaveramiz. Tunuka sozlar oldidan tushib kelganda yo'l o'zi T bo'ladi azizlar. T bo'lganda shunda o'ngga chapga qayrilib mana avtoservis. Mana shu yerda mana faoliyatimiz boshlangan mana. Mana o'zi tindi mana radiatorimiz. Xitoy texnologiyalari bo'yicha ish olib borilyapti-kan. Endi alyuminiy radiatorlarimiz, mis radiatorlari bilan tozalasa bo'ladi. O'sha kattada yo'qmi bu? Motor hadovoy, moy almashtirish. Motor hadovoy hamma yo'g'imiz bor avtoservisimizda. Mana bemalol xotirjam kelaverasizlar. Shu mana orada kompressor bu. Tozalansa kompressor ham yonarkan. Ha, yo'q bu. Savamiz ismlari Nurmajon. Nomerlarini yana qo'yamiz. Hozir Naporimiz balandlik qilib qomit qo'yish kerak. Naporni qara. Endi.
Sizning yedi. Yaxshiyam to'sib qol. Endi bu yoqinglar endi. Tushgan nima? Azizlar, videoni men davomiy qo'yaman, hali montajni o'ylamasliklaring uchun. Uzib netib bunaqa qilgan yo'q. Telefon bo'lib qoldi, o'shancha videoni uzdim. Mana tozalayapmiz. Xudo xolasa suvimiz quyilyapti bachokka. Davashga tozalash uchun. Bir marta apparatimiz o'zi tozalar ekan, ikkinchisiga cheres tozalanar ekan. Kompressor orqali 2 marta tozalanar ekan. Azizlar, bu holatda kompressorda demak hech qanday nagar Kompressor ulayapti. Mana holat, mana apparat holat. Kompressor ulaymiz hisobla. Ha, kompressor uladi. Bu hozir kompressorning napori damazlarimiz uchun. Quralarimiz uchun ham bor. Napor vahshiy baland quralar uchun. Damazni endi arka pechga, katta radiatorga bo'lib uskorlar o'zgaraverar ekan. Bu uskorlar tajribali ustalarimiz o'zi qiladi. Pechga nagaramiz. Hozir videoda bokda suvimizni ochib ko'rsataman. Video boshida oq turgan holatini ham qo'yganman. Men ham sizlarga qo'yib beraman. Eng asosiysi vaqtdan yutasizlar azizlar. Oldingidaqa 2 soat, 1 soat emas. 15 minut, 10 minut ishimiz bitadi. Mana bu tozalanib bo'ldi. Endi obratga. Obratga qaytishi ham bor mana. Endi hozir 3 marta tozalanar ekanda, shunda obratga yana qaytib, mana obratgasi. Marta o'zimda radiator yangidek bo'lib qolar ekan-da. Chiqayotgan holatlarimiz. Bu napor tuflilarda men apparat nimalarga sachratib o'ryapman. Ko'ringlar. Apparatga ham ancha axlat chiqadi. Birinchi to'qsonli 639 ustamiz Nurmatjon akamiz, Nurmatjon hoji akamiz. Motor bo'yicha mana ustakalarimiz ham bor. Kelaverasizlar. Motor borasida ham sohada. Necha obratgada ham yaxshiini olib chiqar ekan u. Şu oq tushishni boshladi suvimiz. Bu tozalandi. Suvimiz oqardi azizlar. Bu oq. Endi mana zayn bisalaring bu trubalarning mana suvimiz oqardi. İçine ko'rsatilaymi? İçine suvimizni to'xtataylik. Mana endi ichidagi boyagi toza suvimiz ahvoli azizlar. Kelaverasizlar mana shu akamiz xudo xolasa yaxshi qilib tozalab beradilar. Bu devolarimizni rusumi yo'q. Furami,
Matiz, Gentrasi bor akalarimizga ham videoni ulashib qo'yamiz. Mashinam qizib ketyapti, pechkam ishlamayapti, qizitmayapti degan akalarimizga ham videoni ulashib qo'yamiz. Manzilimiz mana avtoservis Uzustang. Pavorotdan o'tgandan keyin Malika do'koni bor. Bilsalaring, shu Malika do'konidan o'tishingizga tunuka sozlarining oldida ko'cha bor o'ngga. Shuni o'ngga tushib kelaveramiz. Kelganimizda yo'limiz o'zi T bo'ladi. T obratga. Shunda chapga burilganimizda mana ustoxonamiz turibdi. Kelib, Nurmat hoji akamiz so'rasalaring, chetdan qilib beradi. Nomerlari 634 47 70 90 kodi bilan. Azizlar. Bemalol aloqaga chiqaveramiz. Faqat kechki payt qilib bo'lmaydi, shuni hisobga olamiz. Hurmatli nimalar. Endi zang suvni ham to'kamiz mana. Zang suv chiqyapti. O'zi ham pechkamiz mana shunday bosib ketgan ekan, mahallashib. Mana o'shancha setkadan o'tib qolgan. O'shancha setkalarimiz ham o'tib, mana tayda ham to'planar ekan mana. Ustobomiz to'xtinglar, tayda ham bor axlat degani uchun yana video qilishga qaror qildik. Mana tayda ham cho'kar ekan. Tayda qoladi. Endi ahamiyat beramiz. Do'stlar, qarang. Setkadan keyin marlidan keyin yana bitta suzg'ich. 3 ta filtrdan yana mana shuncha o'tib, shuncha axlatimiz to'planyapti. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xitoy texnologiyasi bo'yicha ish olib borilyapti bizda. Ustobomiz soati belgilangani, nechigacha ish faoliyati 24 soat emas. Ish faoliyatimizni ham aytib o'tib ketaylik. Azizlar 7 dan boshlab kechki 7 gacha qilib beriladi. Kechki 7 gacha. Endi qish kunlari ozayadi, ama qishda hisobga olamiz. Azizlar, bu mana suvimizni oldingi holati, tozalanishdan oldingi birinchi holati bunimiz. Suvimiz oppoq turibdi. Arka pechka ulangan holatda, arka pechka ulanish jarayonlari yechmasdan vaqtingiz tejaladi.